bolajonlarimiz sog'lom va qomati chiroyli bo'lishi uchun qaysi sport turini taklif qilasiz? Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bolajonlarimizni sog'lom va qomatlari chiroyli, ortopedik nuqsonlarsiz o'sishiga eng yaxshi yordam beradigan sport bu suzish sporti. Suzish sportiga bolajonlarimizni 5-6 yoshdan boshlab berishingiz mumkin. Faqat shu trener yordamida, treneri bor suzish maktablariga berishingizni tavsiya qilamiz. Suzish sportini bitta o'ziga xos tomoni faqat qizlarimizni 10 yosh, 9-10 yosh bo'lganida suzish sportidan olib, iloji bo'lsa 1-2 yilga raqs to'garagiga berishingizni tavsiya qilamiz. Sababi suzish sporti o'zimiz bilamiz, yelkalar juda ham kattalashib ketib qoladi va bu qizlarimizni keyinchalik hayotida sal yelkalari katta bo'lib, qomatida sal bir o'zgacha ko'rinish bo'lib qolmasligi uchun qizlarimizni 10 yosh, 9 yoshgacha suzish sporti bilan shug'ullanishni tavsiya qilamiz. O'g'il farzandlarimizni 15-16 yoshgacha iloji bo'lsa suzish sporti bilan shug'ullantirsak, bolamizni nafaqat qomati rivojlanishi, balki bolani o'smirlik vaqtida kelib chiqishi mumkin bo'lgan skolioz kasalliklarini oldini olgan bo'lamiz va bolamizni immun tizimini ham chiniqtirishga yordam bergan bo'lamiz.